Assalomu alaykum kanalimiz obunachilari. 7 ot kuchli benzinda ishlaydigan traktorimizni sizlarga ma'lumotini berib o'tkaman. Xo'p, undan oldin videomizni boshlashimizdan oldin kanalga obuna bo'lmaganlar obuna bo'lib qo'yasizlar. Xo'p, like bosib videoni kuzatishda davom etasizlar. Birinchi bo'lib sizlarga buni narxini aytib o'tkaman. Hammaga boshqa narxi qiziq bo'ladi. Narxi buni 3.400.000 so'm qilib beramiz. Komplektida 4 qatordan 8 qator frezasi qo'shib beriladi. Hop, bu traktorimizning ma'lumotini sizlarga birinchi bo'lib benzin bakidan boshlab ketamiz. Benzin baklari o'sha 5 litrlik katta baklardan qo'yilgan bo'ladi. Hop, rasxodiga keladigan bo'lsak, rasxodi 1 soatda 600 gram, 700 gramgacha rasxod qiladi. Endi bu qancha gaz qo'shsangiz, shuncha ko'proq rasxod qilaveradi. Grubiy 600 gram, 700 gramgacha rasxod qiladi benzinda. Benziniga moy aralashtirmaysizlar. Moy qo'yadigan joylari motordagi korobkaniki alohida bo'ladi. Hop, keyin buni filtrlarga keladigan bo'lsak, filtrlari ham katta filtrdan qo'yilgan. Ko'p turganlarning filtrlari kattadan. Ot kuchi o'sha 7 ot kuchli Skyline fermasiga tegishli bo'ladi traktorimiz. Hop, buni keyingi o'rinda balon razmerlariga keladigan bo'lsak, balon razmerlari 400 ga 8 balon razmeri bo'ladi. Skorislari 3 ta skorisi bor. Ikkita oldinga, bitta orqaga skorislari bor. Hop, keyin buni moy qo'yadigan joylari motordagi alohida, korobkaniki alohida bo'ladi. Benzinga moy aralashtirmaysiz. O'zining komplektida kitobi, switch kuluvchi qo'shib beriladi. Hop, shu komplektida 4 qatordan 8 qator frezasi ham bor. Bu frezamiz 3 qatorli qilib ishlatsalar ham bo'laveradi. 3 qator, 6 qatorli qilib ishlatsalar ham bo'laveradi bemalol. Ko'p turganlarida buni o'chirib yoqadigan knopkalari knopkali bo'ladi. Bir xilgilada qistirib qo'yadigan bo'ladi. Bunimizniki knopkali qilib chiqarganmiz. Hop, rullariga keladigan bo'lsak, rullari bo'yizga qarab moslashaveradi, baland past bo'lib, bo'ylari shu ligirobga bo'ladi ruli. Hop, buni tushuntirib o'tadigan joyi menimcha qolmadi deb o'ylayman. Keyin qo'shimcha narsasi, buni moy datchiklari bor bu traktorimizni. O'zining moy datchiklarigacha bor. Moy datchikning vazifasi nima desalaring, moy datchikning vazifasi misol uchun moy qizib ketsa yoki suyuqlashib ketsa, kamayib ketsa, o'sha traktor avtomatik o'zi o'chib qoladi. Mana shu narsa traktorga asnoviy kerak bo'ladi. Kamaysa yoki o'sha moyingiz yaxshi bo'lmasa, traktor avtomatik o'zi o'chib qoladi. Bu ham o'sha yerda qo'shimcha ma'lumoti. Uning narxi o'sha 3.400.000 so'm, komplektida 4 qatordan 8 qator freza qo'shib beriladi. Videomiz yoqqan bo'lsa, like bosib qo'yasizlar, pastda nomerlarimizni qoldiramiz.